Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, qadri baland dehqonlarim, hammanglar sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana mening oshqovog'im mana shu holatda bo'ldi. Mana xamaklash davri kelganini bir ko'rsatay dedim. Mana bitta, ikkita, mana uchta, to'rtta, mana kelgan shoxning o'zida to'rtta oshqovoq, mana bu 5 ta. Bitta oshqovoqning o'zida 5 ta xamagi ko'rinyapti. Mana bu 6-chisi. Mana shu holatda oshqovoq solishni boshladi. Mana bitta palakdan chiqayotgan holatini sanaymiz hozir. Mana shu palak chiqdi. Mana buyoqqa bittasi kelyapti. Mana kelgan shoxida bu yerda bitta bor. Mana buni ikkinchisi shu shoxning uchida, ikkinchisi asosiy shoxdan kelyapti. Mana uchinchisi, mana to'rtinchisi, mana 5, mana uchida 6. 6 ta xamak sopdi bitta oshqog'imiz mana shu holatda. Bu mening adashim bo'ladi, Ne'matillo. Qo'shni bog'dagi odam bu. Adash, qalaysiz? Bizni dehqonchilar bo'ptimi? Oshqovoq qanday bo'pti? Zo'rmi? Dehqonlarga nima deysiz? Dehqonlarga nima deysiz, adash? Hech nima demaysizmi? Oshqovoq eksinmi yo ekishmasinmi? Mana shu polyaning holati. Mana shunday oshqovoqlari solishni boshladi. Mana shu holatda mevalashni boshladi. Mana bizning xurmolarimiz shoxida qanchalik xurmo borini ko'rasizlar. Mana shu holatda shoxida sig'maydigan holatda. Endi buni tutib bo'ldi. Endi bunday qilib turib ularni orasidan olib tashlaymiz. Qilib turib qantaglab chiqamiz. Mana bunday orasidan shoxlarini olib tashlaymiz. Hozir olib turib ko'rsataman. Ko'rasizlar. Mana ko'rdingizmi? Mana shu holatda mana yengil bo'ldi. Shoxi keng bo'ldi. Mana buni ko'ringlar. Mana bitta oralatib olib tashlaymiz. Bitta oralatib olib tashlaymiz. Mana shoxi marjon bo'lib qoldi. Mana qanday bo'ldi endi? O'xshadimi? Mana shu yetadi o'zi. Bu yog'ini ko'ring, g'uj. Buni endi havo kirmaydi. Buni bunday qilib turib olib tashlaymiz mana. Orasidan bo'mag'ir shoxlarini hammasini olib tashlaymiz. Mana. Bu ham keng bo'ldi mana. Mana bu yog'ini ko'ring, havo yurmaydi.
orasidan ularni olib tashlaymiz. Ne qilib havo yuradigan bo'ladi. Mana olmalarimiz mana shu holatda bo'lib turibdi mana. Chang olma deymiz buni. Mana shu holatda olib turibdi mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangiliklarni sizlarga ulashib turamiz.